Akalarim Mercedes mashinamizni restoran qilishga olib qo'yganmiz. Shu mashinamizni bagaji yo'lda kelayotganda mana shu joyga qirrali narsa tushib, ishtiqoni katta pachoq qilib, ana qirraga pachoqlab qo'ygan ekan. Buni biz miyatina qilib, jimirlagan buchinuziga kichkina shpegilovka surib, buntovka sepib, va qolsa mana krasepishga tayyorlab qo'yganmiz. Va bundan ham tashqari yo'lda kelayotganda mana shu joylari, hamma joylari ham bukilib qolgan ekan. Shularni to'g'rilab, va qolsa mana hozir krasepishga tayyor qilib qo'yganmiz.